O'zbek qizlar koreys qizlardan yaxshiroq qiladigan 3 ta narsa haqida gaplashamiz. Men hozir zalga ketishim kerak, o'shaning uchun get ready with me qilib gaplashamiz. Va birinchi bo'lib fashion. Voy koreyankalarning outfitlari, kiyimlari juda ham yaxshi-ku, zo'r-ku deyishlar mumkin, lekin bu sizlar Instagramda yoki Pinterestda ko'rayotgan rasmlar. Hayotda esa 90% koreyankalarning outfiti bir xil. Bu yerda disclaimer, agar Koreyada yashasangiz, sizlarning fashioningiz o'zgarib, shunaqa bo'lib ketadi va menda ham shunaqa bo'lgan. Lekin O'zbekistondagi bloger qizlarni yoki o'zim O'zbekistonga borganimda, ko'chadagi qizlarni ko'rganimda ham kiyimlari juda ham chiroyli va har xil edi. O'shancha fashion bo'yicha baribir bizani qizlar yaxshiroq deb o'ylayman. Ikkinchisi ovqat. To be fair, I'm not talking about myself. Lekin meni o'zbek o'rtoqlarim ovqatni juda ham yaxshi qiladi. Bu menimcha bizning yoshligimizga taqaladi, chunki yoshligimizdan bizga ovqat qilishni o'rgatishadi. Uchinchisi friendship, ya'ni do'stlik. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsam, like girl deydigan mana shunaqa qizlar juda ham kam. Koreyaga endi kelganimda bularning o'rtoqliklarini ko'rib og'zim ochilib qolgan. Va men bitta ikkita narsa haqida gaplashmayapman. Men bu yerda 4 yil yashagan bo'lsam, juda ham ko'p koreyankalarni ko'rganman. Koreyankalar ko'rishsa faqat yigitlar haqida gapiradi. Sen qanaqa yashayapsan, hayoting qanaqa ketyapti, umuman ishi yo'q. Eng qizig'i, bolalar bor joyga borsa, shunaqa pikmiga aylanib qolib, o'zini o'rtog'ini pastga urishni ham boshlashadi. Va bu ularning orasida juda ham normal holat. Chunki meni koreyanka o'rtoqlarimdan ko'ra koreys o'rtoqlarim ko'proq. And don't call me pick me. Bunaqa qizlar bilan sizlar ham o'rtoq bo'lganlar kelmagan bo'lardi. Ishda disclaimer, men hamma koreyankalar yoki hamma o'zbek qizlar haqida gapirmayapman. Prosta meni experienceimdan, ya'ni opitimdan kelib chiqqan narsalarni aytib berdim. Meni ham koreyanka o'rtoqlarim bor va ular umuman hozir men aytib bergan 3 ta tipga kirishmaydi. O'shaning uchun bu video bilan men hech kimni hate yoki yaxshilamoqchi emasman. Bu prosta meni vivodim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.